Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldayvon romlarimizni ustanobkalarni tugatib bo'ldik. Bu xonadonimizni adresi Andijon viloyati Marhamat tumani Paxtakor MFSiga o'rnatdik. Mana bu xonadonimizga jami ikkita joyidan eshik qo'yildi. Bu darvozaxonadan kira 3 qanotli eshik qo'yildi. Bu eshigimizni eni 1.80, bo'yi 3.70. Bu tomonlarga keladigan bo'lsak, bu tomonida mana 3 ta oralikka rom o'rnashtirildi. Uyni oldi tarafidan ham mana chiqishga yana eshik qo'yib bering dedi. Chiqish tomoniga yana eshik qo'yildi. Bu eshigimizni eni 2 metr. O'rtasiga 1.30 sm eshik joylashtirdik. Ikki oyaniga 30 sm dan bako'ylar. Eshiklarimizni bo'ylari baland, qadrli kuzatuvchilar. Eshikni bo'ylari 3.80 dan. Mana o'zingizlar ishimizga ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Bu ishimizni Akfa'ni originaldan zolotoy dupidan qilib berdik. Oynalari bir qavat. Mana eshikda zamolari ham mana har doimgidek original. Ochilib yopilish ligirovkalari ham go'zal holatda. Eshigimizning petlalari ham mana har doimgidek original. Uyimizni ichki tomonini ko'rsataman. Mana ichki tarafiga podokonilarni qo'yib, romlarni chiroyli holatda o'rnashtirib berdik. Romlar ochilishlari ham go'zal holatda. Podokoni burchaklarini ham fors qilib keltirib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib berdik. Bu mana navbatdagi eshigimiz. Bu eshigimizni ham enlari 1.30, zamonlari original. Xudo xolasa hamma yo'q. Ligirovkalar go'zal holatda bo'ldi. Ishimizni ko'rib, o'zingizlar baho berasizlar. Romlarimizni bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 1.90 sm, uzunligi 1.90. Bu ishimizni narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari kvadrati 600 ming so'mdan to'g'ri keldi, qadrli kuzatuvchilar. Kvadrati 600 ming so'mdan, eshigi romlari hamma yo'q ichida. Ustun oldi tarafi o'ralishi, mana burchakdagi ustunlarni ham beschak holatda chiroyli qilib o'rab mustahkam qilib berdik. Mana hamma rasxoti ichida 600 ming so'mdan kvadrati to'g'ri keldi. Общий narxiga keladigan bo'lsak, общий narxi 15.800.000 so'm. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xohlasa hali oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.